masjidlardan полный pul yig'ishtirardi bunaqa mashinalardan. Mana shu suv butun Oltiariqni ta'minlaydi deydi. Xorazmliklarga assalomu alaykum. Dostoyniy порядочный mujiklar. Labda 3 mingtalarni bosib qo'yinglar o'g'lar, streamxonani polni obzor qilamiz sizlar bilan. Bizneslaringiz ham bor deb eshitdim. Bizneslar ham bor. Ularda ham xudo xolasa. Nechta biznes bor? Endi bitta ikkita bor, kichik. Polni obzor qilamizmi? Ha, ularni ham ko'rsat. Men o'g'illik qilganman, yashirmayman, birovni pulini olganman, birovni uyiga o'g'illikqa tushganman. Butun Osiyo biladi-ku meni pidarasligimni, shart qilmasligimni. Nima haromlik, razillik, ifloslik bo'lsa hamma yo'lda qilib chiqqanman. Onangizni yonida necha yil yashadingiz? Dalbeyop sen unaqa qilma, bilaman uni ol bunaqa. Coca-Cola ichsa bo'ladi. Assalomu alaykum mahalla show kanalining hurmatli kuzatuvchilari, assalomu alaykum og'alar, opalar. O'sha darvozani tanigan bo'lsanglar kerak, bu kimning uyligiligini o'sha men aytmasam ham kommentariy yozib qo'yasiz, kimning uyiga keldik. Xudo xolasa o'sha sizlar tanigan insonning uyiga keldik, hozir ismini aytmayman, o'sha kommentariyada yozsanglar bo'ladi. Hozir uyga kiramiz. Bu insonning uyini, o'sha stream xonasini TikTokdan, ya'ni TikTok platformasidan boshqa joylarda biznesi bormi, hammasini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz, tekshiramiz. Sizlardan bitta like'larni bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa bundan ham taniqli insonlarning uyiga borib, o'zlarimizga dekkonchasiga borib intervyu deymizmi, suhbat qilamiz-da. Bizaniki qanaqadir reklama olish maqsadida yoki boshqa narsa qilish maqsadida emas, shunchaki qiziqishga og'alar. Ko'pchilik kommentariyga yoziblar, intervyu bo'lmabdi, suhbatni zo'rg'a bora olmayman. Men prosta o'zimni qishloqchasiga intervyu qilaman men. Mana odobnomadan yoki kitobiy qilib emas, o'zim qishloqchasiga kelaman, hurmat qilaman, so'rayman, bilmaganimni so'rayman, bilganimni yana bir bor so'rab olaman. Xullas, shuda bizaniki. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, xudo xolasa sizlar qiziqadigan insonlarning uylariga borib obzor qilamiz. Coca-Cola hamisha siz bilan. Mana shu suv butun Oltiariqni ta'minlaydi deydi. Yomon shirin ekan. Lekin men ichib ko'rmadim, sizlar bilan birgalikda ichib ko'ramiz. Unday bo'lsa, og'amizning uylariga kirib ko'ramiz. Bismillah. Azog'o, ye. Kecha sifrasizmi? Ye. Tashab qo'y, ye. Assalomu alaykum. Hazillachib turdim. Kelinglar, sizlar charchamayapsizlar. Rahmat. Qayerdan? Xorazm. Xorazmliklarga assalomu alaykum. Dostoyniy порядочный mujiklar. Assalomu alaykum. Rahmat oldingizmi? Zo'r. Yaxshi bo'ldimi? Endi manitlarni bir tozalab netib, ana Vatan ostonadan deysizda. Vatan ostonadan. Shuning uchun tozalab yuvib, chira qilmasak bizda ham boshlig'i bor, bilasiz-ku. Xotinga katta o'g'il bo'lasiz, yosh o'tgan sari. Katta o'g'limizda nima gap? O'zingiz tinchmi? Zo'r og'a. Aylanib biz tomonlarda. Bitta shu o'tgan safar intervyu olgandik. Shu chala bo'lgandi. Shuni davom qilsak. Oxirgacha. Ha, ishingiz haqida, bizneslaringiz haqida, hayotingiz haqida, yashashingiz, xullas barcha ikir-chikirlarni yoritish kerak. Nima deysiz? Endi bizda ikir-chikir ham qolmagan. Mana bitta skuterimiz, mana shu kichkinagina uyimiz. Barakasini bersin. Fayzi bor lekin. Ko'pchilik og'alarimiz aytadi, stream xonasida keyin shartlarni qanday qiladi deydi. Shartlarni haqiqatan qiladimi yo'qmi deydi. Shartlar endi dunyo bo'yicha mashinalik bizdan tarqaladi. Hech qanaqa shart to'g'ri qilmaymiz. Hamma biladi. Endi ko'rgazasiz video davomida. Qo'ldan kelgancha aldaymiz xalqni. Qo'ldan kelgancha. Video davomida ko'rgazasiz. Nimani ko'rsatasiz sizga hozir? Hozir birinchi navbatda bizga o'sha stream xonani ko'rgazasiz. Ya'ni barakali uy bo'ladi-ku. Endi u stream xonaga yarasha lak bo'ladimi? Nechta lak bo'lsa ko'rgazasiz? Hatya 3000 urishmaydi ertalabda. 3000 ta lakni bosib qo'yinglar og'alar, stream xonani polni obzor qilamiz sizlar bilan. Keyin bizneslaringiz ham bor deb eshitdim. Bizneslar ham bor. Ularda ham xudo xolasa. Nechta biznes bor? Endi bitta ikkita bor, kichik. Polni obzor qilamizmi? Ha, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Agar xalq yaxshigina paddeshga qilib tursa, siz obunachilaringiz bang'illatib hamma yo'qni ko'rib, ya'ni boshqalardan ham olasiz. Xudo xolasa, nasib ko'rsatamiz. Endi sizga biz stream xonamiz mana bu. Hozir olib kirib ko'rsatamiz. Ketgunda. Qani, yuringlar. Bu yerda mana shu xona sizning barakatli xonangiz-a? Ha, bu yerda
3-4 ta farzandli bo'ldik. Ko'p farzandlar yo'qolib ham qoldi. Pollataga tushib ketdi. Mana shu sizni hozir koshonangizmi? Ha, mana shu koshonam. Bu yerda kim turasiz? Bitta o'zim. Oilaviy turasizlarmi yoki bitta o'zim. Bitta o'zim turasiz. Ha, bitta o'zim turaman. Ya'ni bu buyur sizni Streamer, xona. Izdaniya mana shu. Izdaniya. Mana shu urush bo'ladi. Mana shu Shartnoma she'rlar. qiyomat qayin bo'ladi betlarda. Bir-birini o'ltirish, chizish, yozish. Hamma yo'q mana shu yerda bo'ladi. Shipirish, mana shipirishlar ham o'zimizga qolib ketgan. Mana bu yerlardan dastoyni mujiki degan videolar. Hali yiqilgan videomi mana shu yerda. Dastoyni paryad, unda yiqilgan mana. Mana kalaskada yiqilganman. Aha. Mana Goldni ermaylab chiqaman-ku, hazillashib. Unday bo'lsa, boshlasangiz. Qani kelinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Qani bizni stream xonasini ko'rgazamiz. Sizlardan bitta like bosib qo'ying. Hech nima so'ramayapmiz. Ya pul so'ramayapmiz. Bizni ketdik. Joylarimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Endi buni patolog. bet urushga borganman. U 41-43-yil paytlari sizlar vashi yo'q bo'lgansizlar u paytda biladi. Ota buvalarim bo'lmagan. Urushga borgan paytim akopga ulab mana tepasiga yotib olganman. Mana akopni joyi. Bular ham Manetlardan dulbinda qarayman mana xoram fashistlarga mana dulbinda qarang. Dulbinda qaralar. Manetlarga mana jala manetlar bor-ku. Manetlarga o'q tegan. O'q mana. Manetlarga ham bomba otilgan. Mana ularga mana endi buni ya uni ko'rgazmay o'zlaring tushunib olasizlar. Xullas joyimiz, uyimiz shu. Koshona shu. Sharoitchalari bor, konditsioner bor, televizorimiz bor, bunaqa bir narsalarimiz bor. Suv isitib, sovutadigan televizorning kattasi. Keyin bu yoqda mana ashqam qilib turasizmi deyman. Bu haligi xotinni duxini olish uchun velosipedlar ham olib kelib qo'yganman. Buni haligi tirnovka qilib turmasam. Mashq qilmasa bo'lmaydi. Bilasiz-ku, o'g'ildek qilib o'g'ildek siltib tashlaydi. Shuning uchun velosipedlar minib duxini olib turaman. Endi uradigan olib kelib olishim kerak. Uradigan olib kelsangiz, uradigan shu. Bizning hayotimiz shu. Qayerda o'tirib stream qilasiz? Stream metta ko'proq metta tika turib stream qilaman. Mana shu turib, mana shu turib stream qilaman. Charchab kelsam metta yotib olaman. Agar bo'g'ilib qolsam, meniki o'tirib olib stream qilaman. Mana yerda spokойно o'tirib, metta stream qilaman. Hamma joyda. Xullas, bu uyda xohlagan joyingizda aynalib stream qilaverasiz. Aynalib. Siz masalan bakir-chaqir qilasiz. Ba'zi paytlar urush janjal bo'lib ketadi streamda. Shu paytlar jalba qo'shnilardan yo'q, qo'shnilar yo'q, bu yerda qo'shni yo'q. Bu zakinda bu uyda bitta o'zim turaman. Endi qo'shnilar hammasi biladi. Siz qandayligingizni o'zi bilib bo'lgan. Eng dunyoda eng oliy ma'lumotli dalba yo'q bu deydi. Shuning uchun umuman menga jalba qilishmaydi. Ammo qo'shnilarim rahmat ko'rib turgan bo'lsalaring, qo'shnilarim zo'r. Xudo xolasa bir yil mahallaga suv chiqarib beraman. Men o'zimning nomimdan shirin suv meniki xudo xolasa bahorda bir yil emas, o'sha tugayapti. Bahorda mana shu mahallamizga bitta suv chiqarib beraman. Mashalloh. Zo'r, mahallam zo'r, xudoga shukr. Hammasi yaxshi insonlar. Zo'r. Bir-birimizni tanimaymiz, lekin zo'r. Mana des. Lekin xonangizga gap yo'q. Bu endi asha ko'rgazdingiz-ku. Bular hammasi shu battle oqibatida. Bu urushda bo'lgan. Urushda. Aytyapman-ku, 41-yilda men yerda akopga o'laganman. Mana shu yerda akopga o'laganman. Akopda mana haromi fashistlarni men yerdan turib poylar edim. Kallamni chiqarib olib, men yerdan. Men yerlarga o'qlar otilgan. Ularga endi ahamiyat savol. Fashistlar. Ularga ahamiyat bermasizlar, juli. Bo'lib turadi. Lekin bular bu uyda hamma ko'rgisi keladi. Fashistlar kim? Fashistlar ash harom ana u sampo, aqbala, harom, akpen, yetim, otasi noma'lum turlar fashistlar. Millat. Ularga qarshi endi bitta men turib beribman. Sardor Dubayda urush qilyapti. Men O'zbekistonda turib urush qilib berib turibman. Ular stream qilib, battle qilib. Endi men ular shularga qarshi 2 kishi. Sardor bilan siz ketadi. Ikkovimiz. Sardorda uylari buzilmayapti. Meniki buziman 3-marta qurdim men shu uylar buzib turib. Sardor yaqinda lekin telefonlarigacha sindirib tashladi. U kecha sindirib, telefonlarigacha sindirib tashladi. Malades, assalomu alaykum. Men ham mana uni sindirib yuboraman bugun.
Buni sindirib yuborasizmi? bir tera $2840 olganman. iPhone 17 ha? Ha, sizlar hali avlodlarga yetib kelgan yo'q bu narsa, yangilik. Mana shuni bugun streamda sindirib yuboraman. Nechida bo'ladi stream? Bugun 10 da bo'ladi. 10 da bo'ladi. 10 da sindiramiz. Sindirib yuborasiz. Sindiraman mana shuni. Nasib bo'lsa, og'alar, aziz og'amizning profillarini pastga yozib qo'yaman TikTokda bilmaganlar uchun. Xuddi shunaqa deb yozsanglar, TikTok profillari kelib chiqadi. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Battlening eng yomoni, ha? Bu battle deyiladimi? Ha, battle xoramisi, yetimi, otasi oqib yuborgan battlelar hammasi bizda bo'ladi. Maza qilib, kayfiyat, nashani chekib olib, pivani ichib, battle top danatni bang'illatinglar. Qarz olib bilad, asboplaringni arendaga qo'yib bo'lsa ham uringlar omma lekin. Variant yo'q. Lekin million bunchalik qiziq bo'lmaydi og'alar. Ha, Million bunchalik qiziq bo'lmaydi. Suhbatimiz ham xudo xolasa zo'r bo'ladi. Sizlar bitta like bosib qo'ysanglar, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa biz suhbatni davom ettiramiz. Uyingizga avvalambor taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Rahmat sizlar kelganlaringiz uchun Sog' bo'lsin. Xudo xolasa hurmatdasiz. Nasib bo'lsa, to'g'risi men uyingizga mana shu og'alarimiz, opalarimiz uylarini ham obzor qil, aynan shu stream qiladigan xonasini obzor qil. Shartlarini qanday qiladi? Realni shartlar bo'ladi. Masalan, to'g'risini aytaman, ba'zi paytlar shunday shart qilasizlar, u shartni odam zoti qila olmaydi. Ya'ni qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, hojatxonaga bir ishlarni qilib yurasizlar, keyin olov yoqasizlar, mana bu yerlaringizni yoqib, kiyimlarni yoqasizlar, qosh olasizlar, boshlaringizga biron nima sindirasizlar. Ana shu shartlar haqida bitta mavzu yoritib bersangiz, haqiqatan shart bo'ladi. Endi shartni ham endi o'zini aydaqasi bor, bo'ladighoni bor, bo'lmaydighoni bor. Endi buni yoqish misol aydaqalarda qilinadi agar. Misol hojatxonadan suv ichsa, mana ikkovi bir xil-ku mana. Unaqa stakan bir xil. Bittasiga haqiqatda hojatxonaniki, bittasiga to'g'ri suv qilib olinadi. Shuni qanday almashtirasizlar? Efir o'chmaydi. Endi hamma o'zini mutaxassisi bo'lishi kerak-ku. Mutaxassis bo'lish kerak. Emas bor. Hamma yo'qda almashtiramiz. Hamma biza endi kimdirlar haqiqiy qilishi mumkin, lekin men qilmayman-da. Qilmagan shu paytgacha. Butun Osiyo biladi-ku, meni pidarasligimni, shart qilmasligimni. Qilmaysiz shu paytgacha qilmagansiz. Almashtiraman. Endi men hozir bir ikkita nimadan surishtirganda sizni bir hayotingiz haqida bir guning bo'ldi. Aytib berishdi. U battle'ga kelguncha ancha qiynalgandim. To'g'risi men o'tgan safar ham aytganingiz bu haqida. Lekin ko'p narsani aytmagan ekan. Iloji bo'lsa shu kerak TikTokgacha kelgan voqeani gaplashsak. Mana shu TikTok platformasigacha kelgan. TikTokgacha kelgan platformamda endi yashash uchun kurash bo'lgan. Hammada endi oson emas-da, bitta odam oyoqqa turib ketish uchun juda qiyingarchilik ko'p. Endi o'g'illik qilganman, yashirmayman, birovni pulini olganman, birovni uyiga o'g'illikqa tushganman, tovuq o'g'illaganman, it o'g'illaganman, kaptar o'g'illaganman. Xullas, yashash uchun kurash bo'lgan. Nima bo'lsa qilish qilganman, qonun to'qlash uchun qilganman. Luboy, nima haromlik, razillik, ifloslik bo'lsa hamma yo'lda qilib chiqqanman. Masjidlardan pulni pul yig'ishtirardim, bunaqa mashinalardan oldin, TikTokga kirmasimdan oldin. Kunim urush to'palin, razbor, stenkaga hamma bilan urush pul yig'ishtirardi. Ajaqqa oxirigacha pul yig'ishtirardi. Mana menda telefon bozori, mana. Menda telefon bozor, menda do'konim bor, mana menda kiyim-kechak do'konim. Ha, mana shu yerda shu. Menda bunday kirgizib, naryoqda bor. Ajitlardan pul yig'ishtirilib yurardim. Ofisimcha nariroqda. Oilangiz, ya'ni otangiz qamalib ketgan o'sha paytda. Otam qamalib ketgan. Onangizni yonida necha yil yashadingiz? Onamni oldida yashamaganman. Adangni chiqib ketgansiz o'sha. Endi onam o'zini turmushi bor, o'zini farzandlari bor, o'zini oilasi bor. U 30 yil, 40 yil bo'ldi o'zini hayoti. Men o'zimning hayotim. Sir bo'lmasa, o'zingiz mustaqil bo'lganingiz, ya'ni o'zingiz pul topib, o'zingiz qaringizni to'ydirasiz-ku, necha yoshdan boshlagansiz? Shu esim tanigandan beri. Necha yoshda esimni tanisam? 7-8 dan boshlagansiz shuni. O'shandan beri o'zimni qonimni o'zim to'ydirib, o'zimga o'zim qarab kelaman. Shu paytgacha kim yonida yashagansiz? Buvim rahmatli bor edi, enam, ena deylamizlarda. O'sha enam rahmatli qarab yurgan. Endi u ham o'lib ketgan. Yoshli paytimda o'sha o'lib ketgan rahmatli. O'shandan keyin o'zimiz mustaqil bo'lib, o'zimiz yashaganmiz. Bizdan birov
xabar olib, bir to'g'ram non berib, mana u qo'shnimga kattakon rahmat. Mana Ibrohim akam ismini ham aytaman. Mana shuni bolalari 2-3 kunda bo'lsa ham bir kasa ovqat olib chiqib turardi menga. Mana shu opaga kattakon rahmat aytaman. Men esimdan chiqarmayman shu odamni. Qonim och turgan paytlari bir kasa har kuni olib chiqilmasa ham haftada 3-4 marta olib chiqib turardi bir kasa ovqat. O'shalar esimda. O'sha paytda. Ne. Undan keyin TikTokka kirib kelib, ana shu o'g'irlik, ya'ni ishlarni to'xtatgansiz. Yo'q, unaqa ishlar qilmaganman. Endi TikTokgacha qilganman. Shunday aytaman, TikTokka kirgandan keyin to'xtatgansiz uni. O'g'irlik deganda endi masalan og'alar qanaqa bir birovning narsasini o'g'irlash emas, ya'ni shu ko'chada ko'rgan tovuq. U birov narsa ko'chanigida. Endi bizda bunday, bizni mahallamiz ham meni tushunganda, mahalla komiteti boshqasi ham uncha indamasdi. Endi u paytda endi qonimni to'g'lardim tagaruchi, o'g'irlik qilardim. Nima qilib bo'lsa ham qorinni to'ygiz uchun yashardim. Endi bilar bitta odam yo'qdi sizda, dalba yo'q, sen unaqa qilma, bilar mana uni ol, bunaqa. Yo'q-ku, hech kimimiz yo'q, jalab qoningizni to'ydirishga o'tasizda. Och o'tirsangiz bo'lmaydi. Kalla och bo'lsa ishlaydi. Nima qilish kerak? Qayerdan pul topish kerak? To'q odamligi ishlamaydi kallasi. Och odamligi ishlaydi. Men hamisha aytaman. Doim och bo'lish kerak. Och odam miyasi yaxshi rivojlanadi, hayotga harakatlanadi. To'q odam o'tiraveradi bilan turmuqqa o'xshab. Hozir shunday zamondamizda biz masalan 20 yoshga, 25, 30 yoshlar yoshlarimiz, ya'ni do'stlarimiz dedi, meni sharoitim yo'q, men unday qila olmayman, men bunday qila olmayman. Menga bir ishni boshlash uchun mana shuncha pul kerak yoki men taksichilik qilaman, menga mashin kerak dedi. Siz masalan aytayapsizki, men hech nimam bo'lmagan, даже yonimda meni suyanib turadigan odam bo'lmagan, o'zim harakat qilganman deyapsiz. To'g'rimi? Ha, kanishna. Zinashni eplasa bo'ladi ekan. Sizga unaqa ko'tarilish uchun hech nima kerak emas. Oldingi sharoit bilan hozirgi sharoitni biladi, million razilasi bor. Hozir prezidentimiz shunaqa erkinliklarni qilib berdi. O'zbekistonda men bilmayman, och odam yo'q. Yo'q, Xudoga shukr yo'q. Yo'q, desi bu paxta emas, davlatga paxta qo'yishmas. Och odamni o'sha ochman deb turganda uyga ham kirsangiz qozoni qaynayapti o'sha odamning. Shunday lekin yurtboshimizga yo'q, och odamni o'zi yo'q. Shunday lekin to'g'ri lekin. Hozirgi paytda 100% eplasa bo'ladi. Bo'ladi. Hozir birov bilan otasi bolasini uylagan yo'q. Shunday. 16 ga kirgan bola kirsa cho'yxonada ofitsiantkalik qilyapti. Mana bizga kelsangiz uzum pakopka qilyapti, yashiq topyapti, soqa topyapti. Harakat soqa topyapti. Kanishni hozir hamma yo'q qilsangiz bo'ladi. Prosta pul yo'q deb orzuga qo'tag'im deb orzularga qo'yam deb biladi. O'tiraversiz, yotaversiz, xayolingizda bo'yib ketyapsiz. Shunday amalda yo'q. Menda oldin shunday bo'lardi. Men o'ylardim, bila pulim daxo'y qachon bo'lib ketar ekan deb. Harakat yo'q edi jala menda ham. Prosta yotardi. Yotardim jala. Ishda tirnovka qilardim, shug'ullanaman, odam uraman, kayf qilaman, bo'ldi, tamom. Qizlarni tirillataman. Ashnaqa. Lekin keyin o'sha hayot majburiyatda katta bo'lgan saringiz oshnog'ingizni ko'rasiz, uni mashina minyapti. Siz dalbobga o'xshab hali ham velosipedda yuribsiz. Ya to'xta, u biladi mashina minyapti, men hali ham jala velosipedda yuribman deysizda. Shunday lekin. Harakat hozir vobshe qilsa bo'ladi. Hozir och odam yo'q. Och odam yo'q. Oddiy bitta pirashxonada ishlasangiz ham 100 ming pul olyapsiz-da. Bir kun oy 3 million, qoningiz 900 ming. Oilaga olib kiryapsiz, ota-onasiga o'sha bolalar. O'sha paytda qiyin edi lekin. U paytda endi sesir paytda pashti. Pashti. U Rossiyaga odamlar sotilib ketib turgan payt edi. Bilasizmi? 2012, 2010, 2009'larda odamlar Rossiyada sotilib ketardi. Yashash qiyin edi. Bilasizku o'sha paytda. Hozir na birovni sotalasiz, na bir narsa qilalasiz. Hozir hamma yo'g'imiz yaxshi, Xudoga shukr. To'g'ri lekin. Sharoit bor-da. Hamma narsa bor. Qilsa bo'ladi. Faqat harakat. Qilmaydigan odam bor-ku. Bir asrda ham qilmaydi. U o'g'na bo'lmaydi jala bu odamni. To'g'ri. Buni bilan sulolasiga qarg'ish degan shunaqa. Bir asrda ham o'g'nalmaydi u odam. Harakati bor odam o'g'naladi. Shuning uchun harakatdan hech qachon to'xtamaslik. Harakatda barakat deb aytilgan. Aziz og'a, sir bo'lmasa, to'g'risini aytaylik, qancha daromad keladi bir oyni? Bir oyda ochiq 100 million keladi. Endi shu 100 million 90 million daromadim keladi meni. 190 million atrofida pul topasiz bir oyga. Bir oyda TikTokdan tashqarida. Endi ba'zi bir ma'lumotlar aytmasangiz ham bo'ladi. Ba'zi bir ma'lumotlarni eshitdim. Ya'ni sizni aka-ukalaringiz ko'p,
lekin ota boshqa, ona bir. Dahoya ukalarim bor. Ularga ham yordam qo'lini cho'zib turadi deyishdi. Endi men bitta ularga emas, qo'limdan kelsa hamma yordam qilaman. Hammaga. Alloh bersin. Lekin men ularni ko'rmaganman to'g'risi. O'sha nechta 20 ta o'g'limizmi, 18 ta o'g'limizmi ularni men ko'rmaganman. Dadam endi ko'p uylangan, o yüzden ko'rdim. Xabarim bor. Ko'p uylangan dadam. 18 ta 20 ta o'g'limiz bor, 10 ta xotini bor, 11 ta xotini bor. Uylanib endi puli ko'p bo'lgan, uylanib ketavergan. Lekin ular bilan attashina qilmayman. Men ikkitasi bilan gaplashib turaman. Bu ham Qozog'istonda ishda yuribdi, qayerdadir bittasi biznes qilib yuribdi. Ular ham sarson, ular ham yashash uchun kurashyapti. Boshqa iloj yo'q deydi. Ota tirillatib tashlab ketavergan. Ona bechara uni qaragan, boqqan, u ham xullas bittasi stroykada ishlaydi, bittasi bir narsada ishlaydi, bittasi bitta joyda madikorlik qiladi, shunaqa. Keyin masalan, shaxsan o'zim ham ba'zida xo'rsinib turaman-da, masalan, ota-onangiz yoningizda turmasa, xo'rsingan paytlaringiz bo'lganmi shu? Chizishingizda o'tgan. Yo'q, men bir narsadan xursand bo'lamanki, men mana shu sharoitda yashaganimdan ham xursand bo'laman. Ota-onam bo'lganda men bunaqa sharoit yaratmasdim deb ham o'ylayman. To'g'ri lekin. Tushunasiz? Ota-onamga suyanib, qonim to'qsa, uylab qo'ysa, ashuncha biz hozir men o'zim uchun o'zim harakat qildim. Beminnatli osh. Ota-ona ham endi yaxshi bo'lgani yaxshi, lekin kimgadir qanaqa endi mehr ko'rmaganman-ku, men chuvstva qilmayman u narsani. O'sha sizda yo'q narsa. Yo'q, men ya'ni ota-ona mehri, ota-ona unaqasi menda yo'q, o'lgan. His qilmayman, umuman his qilmayman, unaqa narsani his qilmayman. Ya'ni sizda yo'q-da o'sha. O'lganda qanday ko'rmagan odamingizga mehr qo'yasiz? Lekin to'g'ri. Ko'rmagan odamingizga. Bitta o'rtag'iz bor-ku, siz bilan bir 5 yil yursa odamga mehr qo'yasiz. Oddiy o'rtag'izga. Shunday. Oddiy ko'chada yurgan o'rtag'izga bitta joyga borsangiz ham olib ketib, o'rtag'im qiynalib bo'lsa sal qaralashasiz-da. Endi bu odam bitam sikib tug'dirib ketaveradi-da. Lekin to'g'ri. Hamma urib tug'dirib ketib, uni bilan boqqanga-da, boqish kerak, qarash kerak-da, oqoy boqtirish kerak. Mana bu hayotda masalan TikTokda, ya'ni shu YouTube, TikToklarda ko'rilgan payt ko'p gapirib, ana so'kinib o'tirasiz yoki prikolli gaplarni aytib o'tirasiz. Hazilkash insonga o'xshaysiz-da. Ko'pchilik kayfiyatini ko'tarib, asosan masalan musofir yurtlarda yashab furachilik qiladi, ya'ni trak haydaydigan donatorlarni kayfiyatlarini ko'tarib, bunday o'tiradi. Hayotda ham shunday prikolli odamsiz yoki? Yo'q, men hayotda seriozman. Hayotda odam yoqmaydi menga. Kam yoqadi, chiqishib qolsa ham gaplashib ketaveraman. Lekin hayotda yo'g'iyroqman. O'ta kimdir ko'rsa, pizdes kibir ekan bu deydi. Mana oddiy mana shopirim ham birinchi ko'rgan, 2-3 marta ko'rgan, so'rashmaganman, unday qilib qo'yganman, haligacha aytadi. Pizdes bunaqa kibr odamni ko'rmaganman. Yo'q, men nisbatan yo'g'iyroqman. Chiqishib qolsam gaplashib ketaveraman. Ungacha qiyin. Gaplashmayman ham, yoqmaydi ham, ham deb so'rashmayman. Ajin yo'q tabiat. Ya'ni siz hozir endi majbursizda, to'g'rimi, rol o'ynashga? Majbur, iloji yo'q, hamma shularni pulini olish kerak, qarash kerak delar. Yo'q, endi maqsaddan pul bo'lmasa kerak. Ya maqsad liboyda pul. Puldan? Nima uchun kiraman men TikTokka? Menga naqd kerak pul bo'lmasa, men bir kun kirmayman. Pul bo'lmasa bir kun kirib o'tib, menga nima kerak? Auditoriya pavdvash kerak emas. Pul bo'lmasa boshqa qilaman, nima? Hamma pul uchun kiradi. Maladiz borini aytdingiz, lekin ko'pchilik aytadi, ham zerikkan. Liboy, qutaq deb o'shalar qo'pol qilib aytganda bor, tutib qo'yib yuborasiz. Liboy soqov uchun. Liboy. O'shalarga danat bo'lmasin, yig'laydi jalab. Yig'laydi. Hammasi yig'laydi. Soqar rishat vapros hozir bu dunyoni pul rishat qiladi. Pul bo'lmasa kirmaydi. Hayotda kirmaydi u. Hamma pul uchun kiradi belki. Xo'p, TikTok masalasiga qaytamiz, endi efir masalasiga, ya'ni shartlarga. Men asosan ko'pchilik qizdiradigan o'sha shart. Uyni buzdi, boshqa qil dedi. Ana shu TikTokdan topayotgan daromadingizga arziydimi shu buzish? 150 uyni buzib yuborsam ham arziydi. 150 ta. 150 ta uy, bunaqa uydan 150 tasi buzib yuborsam ham arziydi. Bitta efiringizda ko'rganman. Mana bu yerini junini qirqib turib chayna deganda. Shunda qanday qiynalganmisiz yo'qmi? Yo'q, qirqib yevorganman. Yevorgansiz? Mana shu yerda jun qolmadi o'zi. Oyog'ingda junini ham qirdi-ku jalab. Bunday qiraman, mana oldin bakotib olib turib, men ko'rakda junini qiraman. Bilaman. Birinchi o'rinda ko'rak junini qirib,
Oyoqda jo'natib ko'rsatib yuboraman. Ketadi ha. Ketadi, nima itaraman ham ketmasa. Suv ichishdachi? Suv ichmayman, men nagletaman, men organizm ko'tarmaydi. Yo'q, suv ichmayman. Keyin yana bir qanaqadir bir inson zoti boshqa qila olmaydigan shartlaringiz bor. Men esimga tushmayapti, kommentariyaga yozib qo'yasizlar, xudo xolasa. Shart, masalan, yutkazasiz-ku, donat kelmasa, ya'ni sizni kimdir poddesh qilmasa yutkazaversangiz, alam qiladimi? Endi любойga alam qilmaydigan odam bo'lsa, alam qiladi. Miya buzilib ketsa kerak. Sxemalar to'xtab qoladi. Kanishni yutkazyapti. Kala chiqishmay, ha, qiynalib. O'ynagingiz kelmay qoladimi? Ha, o'chirib ham chiqib ketaman-ku. So'kinib kecha ham o'chirib ham chiqib ketdim-ku. O'ynamaysiz. Miya qisib bo'ladi, o'chirib ham chiqib ketaman. TikTok platformasiga kirmaydigan, ya'ni kirmaslikni niyat qilgan kuningiz ham aytma bo'ldi, men kirmayman. Kunim niyat qilaman men. Kunim kirishimdan oldin 1 soat o'zimga motivatsiya beraman. Pul topish kerak. Pul topish kerak endi, yomon motivatsiya berib kiraman. Kunim kirgim kelmaydi. Instagramingiz bor? Instagramim bor. Instagramni pastga reklama qilib yozib qo'yaman, hozir shunaqada yozsanglar Instagramda kelib chiqadi. Reklama xizmatlari bor. Halli bo'lmasa qilamiz. Qilasiz, xudo xolasa. Reklama qiladigan bo'lsanglar, biror narsalar. Yandonni ham reklama qilaveramiz. Pulini to'lasa bo'ldi, tamom. Nima bo'lishidan qat'iy qizig'i yo'q bizga reklama. Ketaveradi. Soqqa to'lasa tamom bilan. 3-chi, 4-chi любойni reklama qilaveramiz. Pul. Asosan ya'ni battle'larda qaysi videochilar bilan ko'proq stream qilasiz? Aqbalar bilan. Nega aynan shu insonlar bilan? Qirg'izistondan adashmasam Aqbala. Aqbala Akpen. Endi yaxshi-da u. O'zbek auditoriya bilan uncha o'ynamaysiz-a siz? O'zbek bilan o'ynasangiz, auditoriya urush bo'ladi, razbur bo'ladi, soldi bo'ladi, nahvi kerak. Undan boshqa millat bilan o'ynagan yaxshi. Eng zo'r savollardan birisi, mana TikTokka kirib keldingiz. Birinchi kirib keldingiz, stream ochdingiz, ya'ni efir ochdingiz. Qancha pul topdingiz birinchi kun? $70 topdim. $73 topganman-da, birinchi topgan. Birinchi stream. Birinchi. Birinchi sherni qachon olgansiz? Birinchi sherni o'sha 2000 ancha oldi. O'sha Bunyod tog'am akadan olganman. Bunyod akamdan olganman. Birinchi sher. Birinchi sherdi. Moskvada Bunyod. Shu Azizxon qilguncha aynan kuchli donatorlardan kimlarning hissasi qo'shilgan? Ayta olsangiz, agar majbur emas lekin. Yo'q, hammasini hissasi qo'shilgan. Asosan sizni poddesha qilgan donatorlarni aytyapman. Sanoqli bo'ladi-ku. Asosan poddesha qilgan, siz orzu turgan. Bunyod akam qilgan. Mana siz ham ko'p qilgansiz. Ali Banat qilgan, Mirzayev qilgan, Rustam tog'a qilgan, Azim aka, xullas hammasi bor, hissasi bor xullas. Hammasi urgan. Urmagan donatorda o'zi yo'q. Sardor Gangsterda adashmasam Ko'ng 511 degan, u ham urgan 511 ami. Sulton degan donatorlari bor. Xususiy, ya'ni shaxsiy desak ham bo'ladi. Chunki pasiyani men ko'rgan paytim shu Sardorga uradi. Sizda ham shunaqa donator bormi? Yo'q, bizda keldi-ketdi. Zinash bugun boshqa, bugun kimga to'g'ri kelsa uradi. Yo'q, bizda menda lishniy unaqa sobственный donator deydim, unaqa bitta uradigan yo'q. Bizda aynalib turga uraveradi. Kep bo'lsa uni uradi, kep bo'lsa uni uradi, yuraveradi bizda. Bitta savol beraman. Mana Sardor Gangster ko'rib o'tirgan bo'lsa shu efirni, ko'pchilikni qiziqtiradi bu savol. King 511 Sardorning ukasi deydi. Yo'q, emas. Emas-a? 100%. 300%, 300%. Chunki King 511 olib kelganman, mana ofisga ham ukamlar ham ko'rgan. U вообще boshqa odam. Ko'ngillarni xotirjam qilaveringlar. Yo'q, hamma Sardor ukasi. Sardor ukasida uncha pul yo'q. O'shalar bunaqa uraydigan biladi. Shuni aytaman. U biladi. King 511 urgan pullari qazishasi. Qancha u ikkinchi profili mana uni ko'taryapti turgan. Shunda ko'ngilni xotirjam qilish kerak. Qirg'imi qancha oldi? Qirg'imi? Men xabarim yo'q, men to'g'risini kuzatmayman. Qirg'im. Prosta men ko'p ko'raman. Qirg'izistonlik videochilar ham aytadi, "Ey, sen King 511 ukang degan gaplarni men ko'p ko'raman." Hamma shunaqa deydi-yu, ukasi emas, u boshqa inson. Oltariqqa ham kelgan. Asli qayerdan? Endi u sir bo'lib qoldi. Sir bo'lib, o'zi aytadi-da. Xudo xolasa. Agar shu King 511 og'amiz shu profilda videoni ko'rib o'tirgan bo'lsalar, svязьga chiqsak, nasib bo'lsa u kishi bilan ham bitta intervyucha olamiz, xudo xolasa, suhbatcha qilamiz. Donatorlar bilan ham suhbat qilishga harakat qilaman, o'g'illar. Agarda sizlar like bosib, patsa deb bosib qo'ysanglar bo'ldi. Sizdan hech nima so'ramayman, xudo xolasa.
Endi bizneslaringiz, ya'ni shu TikTok platformasidan orqali qilgan bizneslaringiz haqida suhbatlashsak. Endi taksi ochganmiz, taksi ochganman. Gangster taksi. Gangster o'sha 1264 da ochganmiz Oltiariqda. Logotipi turadi o'g'illar. Farg'ona bo'yichami? Ha, Oltiariq bo'yi, o'zimiz tuman bo'yicha. O'zi bash tuman bo'yicha. O'zimiz. Xudo xolasa svязga chiqaverasiz. Necha dedingiz? 1264. O'g'illar, Azzog'ani ofisiga keldik mana, xudo xolasa. Bu yerda shu taksi xizmati bor ekan. Bu yerda siz ukalar bo'lasiz-mi? Ukalar bo'lar ekan. Ma'lumot bersangiz, bu xizmat qayerlargacha, ishchilarga qanday va men zakaz qilmoqchiman, menga qanday minus pluslari bor? Xo'p, hozirda bizning ishchilarimiz bu yerda 12 ta odam ishlaymiz. 6 ta qizlar, 3 ta kunduzi, 3 ta kechqurun dejur bo'ladi. 2 ta admin, reklama iluvchi bilan 12 ta odam xodim ishlaymiz. Bizning xizmatlarimiz juda ham arzon. Masalan, 1-kilometringizga boshqa firmalarda 10 mingga borsa, bizda aksincha 6 mingga boradi. Har bir bizga qo'ng'iroq qilgan mijozimizga 1000 so'mdan bonus tashlab beramiz. U bonus to'planib turib 50 ming bo'ladimi, 100 ming bo'ladimi, karta raqamlariga o'zimiz tashlab beramiz uni. Ya'ni siz aytmoqchisizki, har bitta vizitga 1000 so'm bonus bor. 1000 so'mdan bonus bor. Buni 1 yil kilometr yurganini farqi yo'q. Yo'q, qizig'i yo'q. Buni 1 yildan beri akam o'z homiyligida olib boryapti. Aslida boshqa firma bunaqa qila olmaydi, sababki bu juda katta ziyonga olib keladi. Lekin akam har oyda akamni biznes tilagi uchun 5 million, 7 million pul ajratadi shu loyiha uchun. Odamlarga ishtovga kimgadir pul yetib borsin deb. Endi hozir qo'lingizda nechta mashina xizmat qiladi va nechta ishchi bor? Xo'p, qo'limizda 2000 ta mashina xizmat qiladi. Bu o'zini o'zi band qilish bo'ladi. Yaqinda qarorlarga muvofiq o'zini o'zi band qilish 370 mingdan summa bo'ladi. Bu degani ham qariganda pensiya oladi u yo'lovchilar, haydovchilar, ham o'ziga bonus bo'ladi. 2000 ta shofyorimiz bor. O'zimda akamni, akamni xususiy mashinasi 32 ta. 32 ta. Ishchilar soni nechta? 32 ta bo'lsa 32 ish soni bo'ladi. Ularni band qilgan bo'lamiz. Bo'ldi. Endi qarang, bitta savol bersam. Masalan, men Oltiariqda meni mana shu videoni ko'radigan og'alarimiz bor, opalarimiz bor. Mashinasi bor. Kelib bemalol ishga qo'shilsa bo'ladimi? Da? Bemalol. Agar kelib bizga ishga qo'shiladigan bo'lsa, agar sizni videoyingizdan ko'rib qo'shiladigan bo'lsa, shotiga birinchi ishlashga 50 ming tashlab beradi. 50 ming tashlab beradi. 50 ming. Bu ham o'sha akamni proyekti. Akangiz proyekt. Bu yerni adresini ayta olasizmi? To'shli ma'lumot. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Osiyo to'yxonasining yonida. Kelaverasizlar, o'g'lar, ishlayman degan. Endi bu yog'i bilasizlar, qish stroykalar to'xtaydi, bitta mashina shunday. Matiz ham ketaveradi, ha? Farqi yo'q. Aravaga nomer qadab kelsangiz bo'ldi. Faqat aholi chiqqanda remen taqib yurmasa bo'ldi mashinada. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Endi siz ukasiz, ha? Bizneslarni asosan siz yuritasiz. Asosan hammasini. Asosan biz mashina biznes. Hozir jicha kattaroq loyihaga qo'l uryapti ekan. Xudo xolasa qishda telefon bozori do'konimiz bor. Uni kattalashtirib, endi iPhone telefonlarni o'zimiz oyma-oy bo'lib to'lashga chiqarmoqchimiz. Xudo xolasa. Shuning uchun hozir loyihani hali taqdim etgan yo'qmiz. Katta rahmat ma'lumot. Sog' bo'ling. O'g'lar, opalar, kimda kim xizmat qilmoqchi bo'lsa, ishlamoqchi bo'lsa yoki mana shu liniyadan foydalanmoqchi bo'lsa, bitta nomer haqida ma'lumot bersangiz, qaysi nomerlarga chiqish? 1264 ga qo'ng'iroq qilasiz, dispetcherlarimiz aloqaga chiqadi, qayerga kelish va manzil qayerligini aytadi. 1424 yangi bepul taksi ochganmiz. Buni shaxsan yangiliklarini qo'shib boryapmiz. 1264 va 1424 Oltiariq bo'ylab hamma mijozlarimizga aksiyalar bor va eng qiziq sovg'alar ham bor. Yangi yilga telefonlargacha qo'yilgan. Malades. O'g'lar, dakanza ketamiz. Bizneslaringiz faqat taksi undan keyin yo'qmi? Yo'q, hozircha yo'q. Bir ikkita joylarda men eshitdim, kiyim do'konlari. Uni kiyim kechilar telefon do'koni ham bor. Kichkina biznes. Kichkina. Bizneschalar. Jali unday aytgida emas. Yo'q, endi bitta bir 500 ming dollarlik оборотlar bor. Endi unaqa taksida qolmas. Uni obzor qilsak bo'ladimi? Iloji bor. Keyinroqmi? Keyinroq. Keng turida, xudo xolasa, nasib inshaalloh bu. Bu laklar ko'rsin, odamlar qiziqish bildirsin, bizning hayotimizga ham, sizni подписчиklaringiz ham. Sizdan yo hayotingizga juda ko'pchilik odam qiziqadi. Siz tasavvur qila olmaydigan darajada qiziqadi. Ha, ko'pchilik qiziqadi. Birinchi marta bunaqa uyimga kelib olyaptimi odamlar mana birinchisi. Birinchisi biza bo'ldik, xudo xolasa. Nasib inshaalloh. Undan ham kuchli tanilib keting, mahalla shu xalqimizga tanilib qilgan insonlardan bo'laysiz. Asosan shu xalqimizga foydasiga. Lekin men foydasiga deb o'ylayman, shaxsan men. Chunki o'zim ham o'g'lar xalqning xizmati bilan safarlarda ko'p yurman. Og'amizni efirlarini shunday qo'yib qo'yaman mashinada. Danliga ketgan payt og'amiz gaplarini kuldirib, odam siqiltirmaydi. Kayfiyat chop, safaringizga ham yaxshi yetib olasiz. Shuning uchun men og'amizni to'g'risi muxlislariman.
Endi Sardor Gangster haqida suhbatlasak. Sardor Gangster bilan nechanchi yilda tanishgansiz va qanday tanishgansiz? Akbar Million taniysiz, rahmatli Jo'janddan Rahmatli bo'lsin, akam juda yaxshi inson edi. Akbar Millionni biz Toshkent taniydi, tadbirkor inson. Shu inson 20dami, 18dami tanishtirganda hammamiz yiqqan dachasiga. Odilxon ham bor ekan, men, Sardor, Elyor, Doston, Doston artist, u ham mana artistmi, Doston Ergashevmi, u ham shu yerda to'plagan. O'shanda, yo'q, undan oldin ham tanishib, o'shanda birinchi ko'rishimiz bo'lgan. Birinchi ko'rishimiz. U paytda Sardorda ham 200-300 ta odam o'tirardi, menda ham 200-300 ta odam o'tirardi o'sha paytda. Shunda tanishib qolgansiz. Sultonlar unda pikda edi. Sultonlar pikda edi. Sulton Muhammad. Sultonlar pikda. O'sha yerda tanishganmiz, keyin 3-4 marta yana ko'rishganmiz Toshkentda, shuna bo'lib yaxshi do'st bo'lib. U ham keladi, baqa men ham boraman uyiga. Mana bitta narsa aytaman, hayot ya'ni onlayn tarmoqda, TikTokda Sardor bilan hech urushmagansizlar. Aytishib turib yana yarashib ketgansizlar. Aytishmaganmiz ham. Hayotdachi? Hayotda ham aytishmaganmiz. Gaplaringiz bir joydan kelmay qolsa, masalan, bo'ladi baribir. Kelishmay qoluvchilik bo'ladi. O'sha payt nima qilasiz? Qanday yo'l tutasiz? Lekin Sardor eshitadi meni, %100 eshitadi. Eshitadi. %100. Endi kimgadir kibr, kimgadir bir narsa yo'q, lekin Sardor buni qilish kerak. Chunki men gapirgan gapim hamisha to'g'ri chiqadi-da. Sardor biladi, o'tgan safar bunaqa degandim, sen bunday qilding, ko'rding, buna bo'lib chiqdi deyman. Ko'rding, mana bu bunday bo'ldi, bunaqa bo'ladi deyman. O'sha narsa ko'p bo'lib chiqadi, to'g'ri bo'lib chiqadi. Shuning uchun az nima deysan deydi, buni qilish kerak deyman. Sardorda eng kattaligi maslahat oladiganmi, do'sti, misol yaqini men deb o'ylayman, bilmadim. Ancha-muncha yonida turgansiz ekan. Luboy payt turganman. Aka-ukasi turolmagan joyda men turganman. Doji ukalari turolmagan joyda men turganman. Bu haqida xabarim yo'q. Kibrlanib, minnat qilish emas. Men turganman, dastoyni turib berganman. Sardor aka, komment videoni ko'rib o'tirgan, bitta rahmat deb ketasiz, xudo xolasa. Yana bitta inson bor TikTokda mashhur sizlarga o'xshagan. Kim? Ana so'kinib gapiradiku, Rossiyada ismlari Chingiz bilan men bilmayman qancha bo'ldi ekan, u bilan ulanmaganimga ham ancha bo'lib ketdi-yu. Shuni qilib tashagan. Ya'ni hozir o'sha Chingiz og'a bilan o'sha paytda efir qilgan paytingizda hech nima olmagansiz, ya'ni u bilan uncha stream qilmagansiz-a? Birinchi Chingiz bilan qilganman, men Sardordan oldin qilganman. Sizlar sizga uni ham ozgina yordam tekkan. Hamma bir-biriga teggan bet yordami. Hamma Chingizga meni aktyorstvom bor edi. Meni go'siga ko'tarardi, odamlar kuldirardim, odam ko'paygan payt tushirardi, ehson yig'ardi. U paytda battle yo'q edi. To'g'ri lekin shunday. Menga uy quryapman, semun kerak, Andijonga 2 gektar bir narsa quryapman, maktab quryapman deb meni chiqarardi. Aktivni men gaplar bilan odamni ko'paytirib berardim. Ko'payganda bitta tushirardi, ehson yig'ardi. Shunga foyda bo'lmagan unda. Yo'q, faqat auditoriya bo'lishi mumkin. Yo'q, bo'lish shu bo'lgan. O'shandan keyin u bilan men gaplashmaganman. Keyin batlega kirib ketganman. Ehsonlar qilib turasizmi? Kanishna, ko'nim ehsonu. Kuningiz ehson. Ko'nim ehson. TikTokda mana ba'zi bir insonlar borda men mana o'zim ham shu narsaga ko'p duch kelaman. Mana siz katta videochi, auditoriyangiz ham katta va ko'pdan beri TikTokka kirasiz. Sizdan shuning uchun maslahat so'ramoqchiman. TikTokda menga yordam qiling, menga ehson qiling, bundayim bor deydiganlarga nima deysiz? Menga ko'p uchraydi lekin to'g'risi. Bunaqadan hamma zerikdi, menga yordam bering deb bularni tugatib bo'lmayapti. Xo'p, yordam beramiz. Bittasiga yordam bersa, bittasi chiqib keladi. Bittasiga yordam bersa, bittasi. Keyin eng qiziq rahmat ham etmaydi. Odamzod bitta odamga bergandan keyin bir og'iz rahmatda. Shunday. Odam bergan pulini unutib yuboradi. Menda xarakter shunday-da. Beryapmanmi? Bir og'iz rahmat, tamom. Unutib yuboradi. Qilgan rasxotimni unutib yuboraman. Malaz rahmat etdi-yu deyman. Odam shunday bo'lib qoladi. Bir og'iz rahmatga ehtiyoj bo'lib qoladi ekanda. Ular rahmat ham etmaydi.
Bo'ldi, pulni yig'di, o'sha yerda rahmat dedi, gitarim tamom. Yana bir haftadan keyin kirsangiz, yana bir haftadan keyin ehson so'rab o'tirgan bo'ladi. To'g'ri lekin. Tugamaydi ular. Umringizni bag'ishlab olsangiz ham tugamaydi u ehsoni. Bunaqalarga abrashana qilmaslik kerak. Sirazi hozir kelaman degan so'zni yozib, bloklab yuborish kerak, bo'ldi, tamom. Endi mana bu narsani men sizdan so'raganiga sabab, masalan siz bilasiz, bular. Chunki TikTokda men bitta narsani bildim. Puli bo'lsa ham yo'q qilib ko'rgazadiganlar ko'p ekan. Puli bor, lekin sizga yo'q qiladi, sizdan olaveradi. Unaqa kirishsalar daxo'y. Men sizga aytyapman. Men topgan pulimni yashirmayman. Oyiga 100 million TikTokdan tashqari topaman. TikTokdan tashqariga u TikTokni olsak undan ham ko'p. Oyiga TikTokni qo'ysam 300-400 million topaman. Aha. To'g'risi, men bir yashirmayman. Men o'zimni talentimni, butun mehrimni beraman, topaman. Men borini bor. Oldin yo'q edi menda, hech bola yo'q edi. Hozir bor. Men TikTokga kirmasam ham kelaveradi 100 million pul. Prosta meni aytdi, tanishlarim bor, zerikadi, kiraman, men o'zimda ham xumorim tutadi. Men aytayapman-ki, mana ukam ham, misol xotinim ham kirmay, nima kerak bo'ldi, endi hamma yo'g'izni qilib oldingiz deydi. Prosta men o'zimda xumorim bor. Men TikTokga kirmasam ham yashaydigan sharoit qilib oldim, Allohga shukr. Endi hozir shu yerda bitta gap keldi. Mana boshida aytdingiz, men xotinimni katta o'g'liman dedingiz, ayolingizni. Yengam masalan sizga necha yildan beri turmush qurgansiz? 10 yil bo'ldi, 9 yil bo'ldi. TikTokka kirganingizga faqat 3-4 yil bo'ldi. To'g'rimi adashmasam? Shundan bu yog'iga ham sizdan bilan yelkama-yelka turgan? Обязательно. O'rtaq og'ayni yo'q bo'lishi mumkin, oldingizda turmasligi mumkin, lekin xotin любой payt yelkama-yelka turadi. Buni hamma erkak biladi. Shuning uchun birinchi o'rinda ota-onaga rahmat tug'dirgan. Endi ota-onaga ham qanday qarasa rahmat. Qarasa rahmat, qaramasa gitarim tamom. Qarasa rahmat. Ikkinchi o'rinda xotinga rahmat. Sizni boringizda ham, yo'g'ingizda ham, qiynalsangiz ham, qiynalmasangiz ham yoningizda. Mana hozir 19 millionga trus olib berdim. 21 millionga yana brilliant bir narsa olib berdim. Nima uchun? Meni yo'qligimda ham, borligimda ham chidagansan. Shuning uchun muhokama qilishim xotinimda deyman. Birta endi g'ash keladi, misol kimdirlarni xotiniga buni xotinim meni gadaylik paytimda ham yonimda dastoyni turib bergan. Meni borlik paytimda ham dastoyni turadi, men qilaman. Ko'ngli nima? Telefonmi? Qo'lida ultra 25-26. Mana menda iPhone. Nima yangi chiqsa olib beraman. Chunki yashiron payti keldi buni ham. Qiynalib, manetlar onasiniski shoqol, unaqdan suv toshib keladi. Munchacha ko'prikda o'g'lim bilan yiqilib tushib, Zakinga 2 marta Zakinga yiqilib, Zakinlardan olib chiqib, tualetlarimiz yo'q, pardadan tutib olgan. Uyim ko'rimsiz bo'lishi mumkin. Bunaqa udobstvo ancha-muncha juda yo'q. Haqiqatan. Yo'q. Ataptini to'g'ri bu hamma to'g'ri chichiz bo'qis ko'rinmaydi bular. Hamma yo'q. Ko'tiz joyda holatlar hamma yo'q bor. Bunaqa udobstvo yo'q. U ko'rinishga ishonmasdi. Yo'q udobstvo. Endi bu yer shunday bo'lishi kerak axir, chunki batında baribir vayron qilishadi. Shuning uchun xotinlaringda qadri yetinglar, yonlaringda turadigan xotin kishi. Kenayimga nima degan bo'lardingiz videoni ko'rganda? Va kenayingizga dunyoda eng nomerali xotin meni xotinim deyman. Xotinimni yaxshi ko'raman, bola chaqamni katta qilib, bolalarimizni yetuk bir inson qilib beradigan ayollarimizda. Shuning uchun ne только meni o'zimda xotinimga, butun ayollarga rahmat aytaman. Ayollar bitta bolani biz 15 minut qaralmaymiz. Yo'q, 15 minut qaralmaymiz. Uylangan bilamiz-da, 15 minut. Tutib miyalarimiz Shunday. Jonlari sog' bo'lsin, Ey, 10 ta bo'lsa qaraydi. O'shaning uchun ayol kishini joni 40 ta deganiga men uylanganimdan keyin ishondim. Oldin bo'g yebsanlar deyardim. Hozir ayol kishini joni 40 ta desa men yana 40 ta qo'shibman, 80 ta deyman. Erkak kishi biladi, dalbi bir dona joni bor-da, sal og'riqni ham ko'tarolmaydi. Nozik tabiat bo'lib qoldi erkaklar. Nozik tabiat. Shunaqa. Rahmat, xotinimga rahmat. Men xotinimni sevaman, menga xotinim yoqadi. Endi menga baribir
kim qanaqa boqadi? Tamom. Ko'pchilik efirlaringizni ko'raman, ayol kishilarni, qizlarni ulaysiz efiringizda, anaqa gapirib o'tirasiz. Siz bir suyuq ayol, hani xotinboz deyishadi. Ha, yani Abdurrahman Muqtar erkak kishi jalavoz bo'lish kerak-da, nima bo'lish kerak? Biz tavba qiling, nogironlarga tegib ketmasin. Ular ham yaxshi. Biz sog'lommiz-ku. Sog'lom odamda qimirlaydi jalib, taqir-tuqur taraqa-taraq qilishimiz kerak jalib. Nogiron bo'lsa ekan, bitta joyda yotib, kalasiga yotsak. Sog'lom odam harakat, hamma yo'g'imiz harakatda bizni. To'g'ri. Nima qilamiz? Lekin ayolga xiyonat qilish, Vatanga xiyonat qilish. Siz vatan xoini ekansiz. Endi xiyonat qilmaydigan erkaklar ham bor, lekin biz u toifadan emasmiz. menimcha yo'q. Yo'q-a? Yo'q. Ayolga xiyonat qilmasa ham qo'liga xiyonat qiladi, baribir. Baribir qo'liga. Mana yoshlarimiz bari diratchilar. Dirat urmayman deydi, haftada 2 marta soladi baribir. Iloji yo'q. Avvaga qaraydi, taqillatib oladi. Yoshlar kelajak asbob qo'lida deb biladi. Necha mahal urasizlar? Ha? Erkak bo'lsalar-man, erkaklar necha mahal urasizlar? Biz payt 3 mahal urardik. Hozir bular immunitet pasayib, bir haftada bitta ikkita uradi. Bir achdi. To'g'risi immunitet pasayib ketgan bularda. Kuniga soylajalar. Shu TikTokka, masalan, shu TikTokka kelguncha ancha qiynalgansiz. TikTokka kelganiga hayotingiz ancha o'zgardi, to'g'rimi? Ay, 100dan 350 ming million o'zgardi. O'zgardi. Hozir masalan o'sha paytlar yetar-yetmaschilik bo'lgan, boshqa bo'lgan. Ya'ni siz shunday narsani aytingki, xalqimiz mana ko'pisi anaqa-ku, ana tabiatini hozir menda pul yo'q, boshqa yo'q deydi, to'g'rimi? Zinajt oddiy bir efir qilib bo'lsa ham yoki mana shu YouTube platformasiga kontent qilib bo'lsa ham yoki Instagramga video qilib bo'lsa ham oilani boqsa bo'ladi, harakat qilsa. Endi bir narsa borki, YouTube'da bilmayman, Instagramda ham qiyin masala. TikTokda shu iloji boricha dalbayo'b bo'lsa, iloji qo'lidan kelgancha, miyasidan kelgancha dalbayo'b bo'lsa, ko'chada qolmaydi, xor bo'lmaydi. Chunki TikTok oliy ma'lumotli dalbayo'blarni joyi. Donatori ham dalbayo'b, videolar ham dalbayo'b. Hamma dalbayo'b bu ishda. To'g'risida kirishasiz ishlamaydi hammani. Men o'shanaqa deb bilaman. Hajmiy ma'noda endi, hajmiy. Hajmiy. Qanaqadir bir kamchiligi bor. Qanaqadir kamchiligi bor hammani. Yo'q, mana biz kamchilik yo'q. Efirni ochganda dalbayo'b, men efirni ochaman, bo'ldi, dalbayo'b bo'lib qolaman bilan. Va o'ta bosh bo'lib qolaman. Efirni yopganimdan keyin oila, vatanparvarlik inson bo'lib qolaman. Ashga kirdim, o'sha miya qisiladi. Sardor ham shunaqa. Sardor ham shunday. Ko'chada bilan mishiqqa o'xshab mingda yuradi, ashga shunday oshish yerga aylанadi, tamom. Yo'lbars, ajdarxota. Shunday, ajib olib kirib ketadi. Sardor og'a olib kelishga harakat bormi yo'qmi? Sardor xudo xolasa biror haftada o'zi kelib bo'lsa kerak. Bu ishlar endi yaxshi bo'lsa, xudo xolasa mana yangi oyda oxirlariga kelsa kerak. Kelaman degan harakat bo'lyapti. Endi kelib u ham oilasini, otasini, onasini bag'rida. Uylanmagan-a Sardor? Uylanmagan. Uylanib yursin, maza qilib, bola chaqasini yetalab, damini olib. Bo'ladi. Zo'r. Xullas, siz bilan ancha-muncha suhbatlarni qildik. Qolganlardan oldingi intervyudan gaplashganmiz. Bizni mana shu intervyu olyapsiz, siz menga suhbat berasiz. Qarshiligingiz yo'qmi? Norozichilik yoki boshqa narsa yo'qmi? Yo'q, nima qarshilik bo'ladi? Mana xursandman. Sizni ko'rib turgan og'alarimiz bor, opalarimiz bor, donator tog'alarimiz bor. Nima deysiz? Donator akalarim, yotmanglar, hali qiladigan ishimiz daxuya. Ishni qilishimiz kerak, pulni urishimiz kerak. Sizlarga eng katta motivatsiya bizmiz. Soqani uringlar, damdominglar. Dam 50-60 yoshdan keyin damda olinadi. Vatanga qaytib, bola chaqalaringni oldilariga qaytib. Endi bizga bilasizlar, endi jichcha ursalar ham qizlarga million urasizlar. O'zinglar ham bilasizlar endi nima deymiz. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar, hammaga kattakon rahmat bizni kuzatib turganlarga. Marvarid shumi, nima mahalla shu? Mahalla shu. Mahalla shu. Mahalla shu. Og'alar o'zinglarni ehtiyot qilinglar,
kommentariyaga iloji boricha keyingi intervyuda kimni uyiga borib yoki kim bilandir suhbat qilishni yozib kelsanglar men harakat qilaman qo'limdan kelgancha. Sizlardan so'raydigan narsam bitta like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib, kanalga esa obuna bo'lishni unutmanglar. O'zingizlarni ehtiyot qiling.